Rossiya bozoriga qarang. Yarim sellerlar xitoyliklar. Olma-ota baraxolka, Bishkek Dordoy. Hammasida asosiy o'yinchilar xitoyliklar. 5 yildan keyin O'zbekistondagi yirik bozorlarda ham xuddi shunday holat bo'lishi aniq. Xitoyliklar nimaga Markaziy Osiyo bozorlariga shunchalik tez kirishyapti? Sababi juda oddiy. Ular ishlab chiqaruvchi, narxi biz oladigan narxdan pastroq. 5-10% foydaga ham ishlayveradi. Logistika narxlari ham ularga ancha arzonga tushadi. Stok va assortiment doimo tayyor. Har bir segmentda tovarni o'zlari nazorat qilishadi. Bu ularga bozorni egallash imkonini beradi. Rossiya bozorida nima bo'ldi? 2015-2024 yillar oralig'ida Rossiya marketplace'larida xitoylik savdogarlarning soni keskin oshdi. Ko'p mahalliy bizneslar raqobatga chidolmadi. Sadovod, Lyublino kabi yirik bozorlarda ham xitoyliklar dominant bo'lib qoldi. Natijada narxlar tushdi, lekin mahalliy ishlab chiqaruvchilar katta bosim ostida qoldi. Olma-ota va Bishkek bozorlaridagi holat ham xuddi shunaqa. Olma-ota baraxolka, savdoning katta qismi xitoyliklar qo'lida. Bishkek Dordoy, Optim savdo bozorida asosiy importyorlar xitoyliklar. Ular tovarni to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan olib kelib, narx ustamasini juda ham past qo'yishadi. Bu klassik Xitoy biznes modeli. Katta aylanma, kichik foyda. Endi sizlarga savol. 5 yildan keyin O'zbekiston bozorlarida nima bo'ladi? Men hozir sizlarga reallikka yaqin bo'lgan ssenariyni gapirib beraman. O'rizor, Abu Saxiy, Eski Jo'ya, Qo'yliq, Malika bozorlariga ham xitoyliklar kirib keladi. Ular narxi keskin tushiradi. Ko'p yillik sotuvchilar narx bo'yicha raqobat qila olmay qolishadi. Bu yomonmi? Menimcha yo'q. Bu tabiiy bozor qonuni. Raqobat kuchaysa narxlar tushadi. Lekin bunda mahalliy tadbirkorlar eng ko'p zararni ko'radi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Ana endi eng muhim nuqtaga keldik. Narx bilan raqobat qilish yutqazilgan jang hisoblanadi. Xitoyliklar tovari sizdan arzonroq olib keladi. Sizdan arzonroq sotadi. Tabiiyki ayrim qo'sh tirnoq ichidagi monopoliyaga bu katta zarba bo'ladi. Bundan eng katta foyda ko'radigani siz bilan biz, oddiy xalq bo'ladi. Tadbirkorlarga maslahatim. Bu jangda omon qolishning yagona yo'li bor. Bu oldin aytganimdek, brending hisoblanadi. O'z brendingizni yarating. Tovarni o'ziga xosligini oshiring. Mahsulot plus xizmat kombinatsiyasini qiling. Agar siz o'z brendingizni tanitib qo'ysangiz, hech kim kelib sizni brendingizni narxini ham tushira olmaydi. Sizni bozoringizni ham olib qo'ya olmaydi. Aynan shu sababli ham global bozor ham private labelga o'tyapti. Agar xohlasanglar, qanaqa qilib o'z brendingizni Xitoyda ishlab chiqarib, O'zbekistonda raqobatni yutish bosqichlarini ham gapirib beraman. Buning uchun izohlarda brend so'zini yozib qoldiring.